Bugün biz yine o'sha Counter Strike'miz SSG2 ya'ni Special Forces Group'ga o'ynaymiz. Bu safar klassik emas, Arms Race o'ynaymiz. Biz qo'yamiz qaysi kart? Ya'ni Big Desert. Kim bu oyunu özüm oynayapman, hech kim o'rnimga o'ynab bermayapti. Ular shunaqa o'ynashib yurgan qo'yaman tezlik. Geridoq qo'ydim. O'yinda modini easy'ga qo'yganman, ya'ni oson. Shunga ham yaxshi o'ynayapman. Chiqqanni qo'qaman. Narsani botirishdan uchoq. Qasam deguningcha boshqa joyga qaraganingda to'nqayib o'lib qolasan. Çok iyi. Yapılas. Teşekkür ederim. Friendly fire o'chiymi? Ha, o'chiydi. Bu kallenga to'q vardı. Çok iyi. Deagle. Pauza olib keyin qo'yaman. Pauzadan chiqardim. O'sha o'zingizga Deagle. Ya'ni yo'qani qo'yganda fikr yozamiz. Bizda fikrlar 2 dona. 2 dona emas, 1 dona. Fikrlarni ham ko'paytiramiz. Men YouTube'ga prosa qilishga kirganman degandek gapdi. Hech kim kanalda o'zi sozlab bermagan. Hop. Çok. Xullas biz yutdik birinchi raundda, endi ikkinchi raund. Ko'p vaqtini oldim. Hech o'xshamay. Uy. Bitta hammasini qiramiz. Yaxshi.
vardı. Var. Xullas men hozir endi sozlashtirib ketaman. Xullas o'yindan chiqaman. Hop. Buyoqqa chiqamiz. Kerak bo'lsa hozir mana undan qilaveraman. To'q. Xullas endi men facecamni o'chiraman. Agar o'chira olsam, va ana o'chirdim. Endi men pastroqlarga tushaman. Hop, endi hammasi yona turadi. O'yinga kirganimizda albatta buni mana hammasi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Grafikalari ham menyuda turadi. Mana ikkalasi ham o'chiq bo'ladi. Mana o'zi haydab turishi ham mumkin agar telefon kuchliroq bo'lsa. Keyin hammasi yonida bo'ladi. Keyin mana shu o'zini joyida turadi. Bo'ldi. Hozir endi men kerakli narsalar qilishga o'rgataman. O'yinga kiraman. Mana Ambrose bot deganni agar rus tilida bo'ladigan bo'lsa количество botov 32 chiqaramiz. Keyin agar oson o'ynaydigan bo'lsangiz Netikaga, o'rtacha o'ynaydigan bo'lsanglar Manuga, oddiy o'ynaydigan bo'lsangiz sal qiyinroq bo'lsa TJlarga, o'ta ham qiyin bo'lsa ekspertga. Xullas men hozir endi o'zimga oson ovozi oxirigacha qilsanglar oxirigacha chiqarib, yaxshi. Keyin buni ham juda pastlatib olinglar. Ya'ni chatda gapirgandek ovoz buni o'z shunaqa turadi. Buni oxirigacha qilamiz. Keyin 3 sekundli o'yin bo'ladi. Agar 10 ming so'mdan tiriladigan bo'lishni xohlasanglar, buni starting moneyni oxir puligacha chiqaramiz. Keyin o'yinga kirganingizda real damage o'chiq bo'ladi. Buni yona bo'ladi. Real damage yoqamiz. O'zimizni botni oladigan bo'lsa shuni yoqib qo'yamiz. Menga kerak emas, shuni ham o'chiraman. Keyin 100 arimsa umuman o'chirmaylar, maslahat bermayman. Keyin slow-mo aftertest deganni o'chiramiz. O'lgan o'ta ham sekin o'ladi. Friendly fire buni ham o'chiramiz, ya'ni sherikka o'q uzvormasligi uchun. Ya'ni sherikka o'q tesa jonni olib qo'yadi. Automatic firingni ham o'chiramiz. Buni o'chirmasanglar o'zini o'zi otib yuboradi. Botstone stensiya o'zinglar bilasizlar. O'zi qimillab o'tadigan. Agar yaqib qo'ysanglar shunday bo'lib qoladi. O'chirib qo'ysanglar oddiy joyda turib o'tadi. Menga shunaqasi yaxshi. Avtobalan bu pul tushiradi, avtozon, ya'ni yaqinlashtiradi snayperni o'zini o'zi o'chirib qo'ysanglar faqat bittada turadi. Yaqib qo'ysanglar o'zini anaqa qiladi. Keyingi marta umuman o'chirmaylar. Keyin bo'lmasam o'yinda mapda ya'ni joyda almashtirib bo'lmaydi. Keyin bot weapons degan joyga tushamiz. Og'ir bo'lib, agar botlar buni shield ishlatishni xohlaydigan bo'lsanglar, shuni yoqib qo'yasizlar, lekin menga yoqmaydi bu ishi. O'chirib qo'yaman. Keyin yana ham shideosni yoqamiz. Buni ikkalasini ham agar telefon yaxshi, o'ta ham yaxshi bo'lsa, very high ko'taramiz. Ya'ni yaxshi bo'lsa mana qo'yamiz, hammasini umuman yaxshi. Sal normalniy bo'lsa mana qo'yamiz, mediumga. O'ta ham yaxshi bo'lmasa boshiga qo'yamiz. Lekin weapon texture quality bilan texture qualityni mediumga high qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Ya'ni high. Shunday qilsanglar yaxshi. Keyin mayarda high qilamiz. Agar ya'ni avtomatik quality esa, ya'ni ko'rinishi yaxshi ko'rishadigan shu narsasi. Keyin rad go animation oddiy o'ladigan eskicha usullar xohlamasanglar shuni yoqib qo'yamiz. Qanaqa bo'lsa ham uchib ketaveradi. Keyin pastga tushamiz. Ular yana turarsin. Keyin crosshair, ya'ni bunaqa narsalari bor. Hali o'rtada turadigan joyi. O'shalardan bittasini tanlab olasizlar. Men buni tanlayman. Keyin mana crosshair size bo'ladi. Shu manoni meri sizlari bo'ladi, ya'ni hajmlari bo'ladi. O'tda ham pastga tushirib qo'ysanglar, o'tda
kichkina bo'ladi, o'tda ham baland qilib qo'ysanglar juda ham katta bo'ladi. Men shunaqasi yaxshi empasi va hand. Ya'ni chap qo'lga olib qo'yadigan. Agar chap qo'lda emas, o'ng qo'l turishni xohlasanglar o'chirib qo'yamiz. Plus joystick size, ya'ni yurgizadigan narsasi men 0.5 emas, men 1.5 ishlataman. Ikkita bossa otadigan double tap fire mana o'chirib berayotganim. Completable chat keyboard o'chirib qo'ydi. Oxirgacha ko'rsatadi. Agar xohlasanglar so'zni oxirgacha ko'rsatishini shuni yaxshi qo'yamiz. Xullas video tugadi. Hammaga xayr. Videoga obuna bo'lamiz, like bosamiz, hamma ishini qilamiz. Hayr.